Hammaga assalomu alaykum. Ravshanbek Ibrohimov kanaliga xush kelibsiz. Bu videomizda bepulga qanday qilib premium olishni ko'rib o'tamiz. Demak, biz foydalanib kelayotgan shu bot kerak bo'ladi. Buni ko'pchilik biladi va bunda kirganimizda mana shu holat chiqadi yoki kanalga obuna bo'ling deydi. Shu podpisatsiya so'ragan kanalga, ya'ni homiy kanalga obuna bo'lib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, endi kirasiz, Zaработать звездиdan do'stlaringizni taklif qilasiz. Yana podpisatsiya bosamiz. So'raganda iloji yo'q bosishimiz kerak bo'ladi. Zaработать звездini bosamiz yana va bu yerdan bizga mana havola bergan. Mana shu havola orqali mana do'stlarimizni taklif qilamiz va har bir do'stimizning 3 tadan yulduz beradi. Qaytgan do'stlarimizning 2 tadan. Endi bu yerdan bundan tashqari zadaniya bajarib yulduzlar ishlasak bo'ladi. Mana bitta zadaniyaga 0.75 ta yulduz beradi. Hop, endi pulni qanday qilib chiqarib olamiz? Videoni cho'zib o'tirmayman. Bundan tashqari boshqa nimalarni ham kirib ko'rsangiz bo'ladi. Havolasini описаниеda, kommentariyada va Telegram kanalimizda qoldiraman. Kimga Telegram yulduzlar, Telegram premiumlar kerak bo'lsa, murojaat qilishingiz mumkin. Telegramdan albatta Telegram kanalimga o'tsangiz barcha xizmatlarimizni yozib qo'yganmiz. Demak, Vivod Zvezdini bosamiz va bu yerda mana bizda 1257 ta yulduz bor. Mana shuni hozir mana bu yerdan bu yulduzni 100 tadan qilib chiqarib olsak bo'ladi. Shuni bossak o'zi bizga tashlab beradi. Ko'pchilik buni ham chiqarishni so'ragandi, shuning uchun ko'rsatib beryapman. Agar xohlasangiz, agar yetsa mana 1200 taga 6 oylik, 900 taga 3 oylik premium olsangiz bo'ladi. Demak, biz 6 oylik premium olamiz. Yana bir narsa, taklif qilgan do'stlaringiz shu hozir bosganimiz kabi homiy kanallarga obuna bo'lmasa, mana bu yerga balansingizga yulduzlar qo'shilmaydi. Shuni hisobini olishlaringizni so'rab qolaman. Demak, Telegram premium 6 messiyashni bosamiz, ya'ni 6 oylikni. Mana xuddi shu holatda chiqadi. Qabul qilindi. Ожидай подтверждения deb okeyni bosib qo'yamiz. Endi qaytamiz. Mana va boshqatdan Vivod Zvezd bo'limiga kiramiz. Kirganimizda bizdan mana yechib oldi. Endi mana bu yerda 57 ta nimamiz bor. Yulduzimiz. Buni ham chiqarib olamiz. Buning uchun bu yerdan xohlagan nimamizni tanlaymiz. Mana 50 ta bu. Mana shu 50 talik yulduzlarni tanlashimiz kerak bo'ladi. Xohlaganingiz tanlaysiz. 50 ta активная заявка deyapti. U тебе уже есть активная заявка deyapti. Ya'ni bizni hozir premium chiqardik, hali to'lagani yo'q. To'lasagina chiqarsak bo'ladi. Ko'pchilik bu savolni ham berishmoqda. Mana profilimni ko'rsatib qo'yaman, hech qanaqa premium yo'q. Mana sozlamalar bo'limiga o'tib ko'rsataman. Mana ko'rishingiz mumkin, hech qanaqa premium berilmagan. Premium obunangiz muddati 18-mart 2026-yil sanasida tugadi. Funksiyalarni qaytish uchun qayta obuna bo'ling deb qo'ygan. Agar sizga Telegram premiumni tashlab bermasa, mana shu xabarni yuborishingiz kerak bo'ladi. Uzog'i 2-3 soatda tushadi. Mana men yuborganman. Bu zaifga qabul qilinganligi haqida skrinshotlarni o'tgan safar jo'natganman. Menga Telegram premiumga olish uchun zaifga berdim, lekin menga hali ham berilmadi deb yuborganman. Mana bu yerda ID hamma nima yuborilgan va bu yerdan yana shu xabarni yuborib qo'ydim.
Videoni tugatib turamiz. Endi 2-3 soat kuta olmaymiz. Shuning uchun Telegram kanalimga o'tsangiz, Telegram kanalimga isbotlarni tashlab qo'yaman. Kanal havolasi Ravshanbek Ibrohimov. Описаниеda kommentariyada bo'ladi. O'tib obuna bosib qo'ysangiz isbotlarni mana shu kanalimga va bu yerdan isbotlar degan kanalim bor. Mana shu kanalimga tashlab boraman. Havolalar описаниеda, kommentariyada va Telegram kanalimizda bo'ladi. O'tib obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.